Do'stlar, hozir birinchi lokatsiyaga keldik, ya'ni birinchi o'quvchimiz bergan lokatsiyaga keldik. Hozir ular bilan tanishamiz va ularni fikrlarini bilamiz. Qani ketdik. Hasan aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hasan aka, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisizmi? Keldik. O'sha belgilangan lokatsiya bo'yicha hozir o'sha gaplashamiz, suhbat qilamiz qisqacha. Sizni fikrlaringizni bilamiz. Onlayn ko'rish uchun boshlaganimda telefonimiz qoldi. Shu bilan cho'zilib ketdik haftaga. Keyin uni yangisini xarid qilgandan keyin darslarni ko'rishni boshladim. Keyin bir mavzuni to'liq tushunmasdan ikkinchisiga o'tmayapman. Chunki to'liq tushunmasdan turib ikkinchisiga o'tish kelajakda nuqsonlarni keltirib chiqaradi. O'shaning uchun birinchi ketma-ketlik bilan qilaman. Keyin ishimdan bo'sh vaqtlarda, ya'ni ishimga to'g'ri kelmay qolgan onlayn darslarni ko'rish bemalol vaqtlarda onlayn darslarga qatnashaman. Shunaqa orada yetkazib olib, o'sha demo shetda hozir o'sha bitta analiz bilan keyin tavakkal qilib, aksariyat hozir tavakkal. Olganingizga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi. Qarang, tushuntirib beraman. O'qish tartibini 72 soatda turadi bu kitob. Undan tashqari Gmail'dagi darsliklar bor, undan tashqari jonli darslik bor, undan tashqari support xizmati bor. Instagram kanallar bor. Birgalikda bo'lishi kerak. Misol uchun aytaylik, kitobdan trend mavzusini o'qiyapsizmi? Xuddi o'sha trend mavzusini videosini ko'rishingiz kerak. Jonli darslarda agar yangi qo'shilgan bo'lsa, saqlanib qo'ygan jonli darslar bor. O'sha mavzularni topib, o'shalarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Hammasi birga, ya'ni kitobdagi mavzu, video darslik mavzusi, jonli dars mavzularini birga qilishingiz kerak bo'ladi. Stabilniy jonli darslarda qatnashib, jonli dars uchun ham alohida daftar tutib, o'shanga yozib ketishingiz kerak. Mana bu joydagi savollaringizni support xizmatiga berishingiz kerak. Plus jonli darsda ham so'rab ketishingiz mumkin. Ya'ni darsning oxirida savol-javob qismini beradi. Har darsda uyga vazifa qismi beriladi. Uyga vazifasini ham bajarishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda o'sha boshida aytganingizdek hammasi bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak bo'ladi. Yana tushuntirib beraman, qarang. Buni o'qish bo'yicha orqada darajasi bor. Siz mana boshlang'ich qismidaman dedingiz-ku. Boshlang'ich qismida bo'lsangiz, mana bu daraja bo'yicha umumiy qanaqa bo'lishini tushuntiraman. Kirish qismi noldan bu joylarni tushuntiramiz o'sha. Bozorlar qanaqa bor, aksiya bor, xomashyo bor, boshqa narsalar hammasi ketdi. Undan keyingisi bozor turlari, tovar xomashyo birjasi, bular hammasi umumiy ma'lumotlar. Nazariy ma'lumotlar bular. Umumiy nima, qaysi bozorlar bor, qanday ishlaydi. Bularga boya analitikani ham tushuntirayotganim, hozir tushuntirib beraman uni ham. Savdo turlari, marginal savdo, spot savdosi, texnik fundamental tahlillar. Texnik tahlil, fundamental tahlil doim birga bo'ladi. Ya'ni отдельно ajratib bo'lmaydi. Misol uchun texnik tahlilni qilasiz, siz darajani chizasiz, key level deydi yoki daraja yoki supply deb har xil ataladi. Bu yerda daraja deb keltirgan. O'sha darajalarni hammasini nima qilib chiqasiz, ko'rib chiqasiz, hammasini unga reaksiya sifatida o'sha darajani aytaylik, misol uchun olish yoki sotish uchun support resistance ko'rgan bo'lsangiz, eng oddiy tushuntiriladigan o'sha support resistance yo yorib o'tib ketishi bor, yo yorib o'ta olmasligi bor. Yorib o'tib ketishi uchun aynan mana shu shamlarni qanaqa borishi bor. Yorib o'tib keta olmasligi uchun, misol uchun uzoqdan keladigan bo'lsa, yorib o'ta olmaydi. Yaqindan bo'ladigan bo'lsa, yorib o'tib ketadi. Xuddi siz, misol uchun uyquga to'ygan qorningiz to'q bo'lsa, uzoq masofaga yura olasiz. Lekin uzoq masofadan charchab keladigan bo'lsangiz, unaqa katta tezlikda uzoq masofaga yura olmaysiz, charchaysiz. Narxda ham xuddi shunaqa. Darajaga uzoqdan kelyaptimi, yaqindan kelyapti, energiya bilan kelyaptimi, energiyasiz kelyaptimi. Atar mavzulari bor, misol uchun ikkita support resistance orasidagi darajalar uchun atar, yangilik atar, fundamental tahlilga kirib ketadi. Kunlik atarlar bor. Ularni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu joyda endi load komissiya spread swaplar platformaning ichidagi narsalar ketadi. Bu qismga kirganda punkt pips time frame'lar ham instrumentda kelib chiqib farqlanadi. Qaysidir time frame, qaysidir instrumentda daily time frame muhim, qaysidir instrumentda 1 soatlik yoki 4 soatlik muhim. Ya'ni o'sha bularga tushuntirdim kezga analitika. Ya'ni har bir instrument aytdik, 6 instrumentni, brend instrumenti yoki turli xil instrument bo'ladigan bo'lsa, aytaylik brend bo'lsa, brendning o'zini xarakteri bor. Xuddi misol uchun uchalamiz 3 xil xarakterimiz. Xuddi shunaqa brendning o'zini xarakteri bor. O'zini sessiyasi, Amerika sessiyasida ko'proq ishlaydi. Nimaga? Amerikada aynan qazib olish yoki distributsiya bu ko'p Amerikada, ya'ni tashish. Oltinda ham xuddi shunaqa, dollarda ham xuddi shunaqa. Boshqa valyutalarda ham o'zini birinchi navbatda fundamental jihatdan bugun uchun aytaylik, oltin bilan ishlayapsizmi? Oltin uchun bugun uchun qanaqa yangiliklar bor, ta'sir qiladigan. Qanaqa darajalar bor? Uni bir kun oldin yoki ertalab tayyorlab qo'yasiz yoki har kuni stabilni kuzatib borasiz.
mana yangi hafta keladi, shanba yakshanba kuni yangi haftaga to'liq instrumentlar, bitta instrument bilan ishlashingiz mumkin yoki 5-10 ta instrument bilan ishlashingiz mumkin. Ya'ni boshlanishiga men bitta instrument tanlashni maslahat beraman. Misol, brend tanlashingiz mumkin yoki oltin tanlashingiz mumkin yoki turli xil valyuta parasi xarakteringizdan kelib chiqadi. Agar sizga doimiy stabilniy, lekin ko'p yurib ketmaydigan, doimiy stabilniy yuradigan bo'lsa, euro 100 funt 100 dollar qulay. Agar sizga kuchli impulslar kerak bo'ladigan bo'lsa, impulslar yoqadigan bo'lsa, impulsdan foyda oladigan bo'lsangiz, brend, oltin yoki indekslar. Agar sizda misol uchun xarakterdan kelib chiqib bo'ladi. Sizni xarakteringizdan kelib chiqib, hammasini o'qib chiqasiz, instrumentlarni ko'rib chiqasiz, statistika qilgandan keyin sizda paydo bo'ladi. Men shu narsani yoqtiryapman. Yo impuls yoqadi yoki stabillik yoqadi yoki range'da yuradigan instrument yoki trendda yuradigan instrument. Range trend mavzulari bo'yicha oddiy narsa trend narxi bir tarafdan ikkinchi tarafga yo chiqadi yo tushadi. Narxda shu. O'rtada turib qolganda ham baribir tepaga pastga chiqib o'ynaydi. Buni ko'rasiz, mana trend mavzularida trend bo'ylab savdo qilishingiz kerak, teskari emas. Korreksiyasi, o'sha trendga qarshi harakat, range bor bu yerda turib qolishi, undan tashqari sotib oluvchilar bitta narsani tushunishingiz kerak. Bozorda grafik bor. Misol uchun YouTube'dan video ko'rasizmi, bu yerda kino nima deydi, bu yerda kitob o'qiysizmi, boshqa narsa bo'ladimi? Bu narsalar nima deydi, 50%. Qolgan 50% statistika. Ya'ni aynan o'sha instrumentlar bor, aynan o'sha instrumentlar, mana shu mavzu bo'yicha aynan o'sha instrumentlar grafikasi mana oddiy monitor desak, mana bu narsani kompyuter monitor deydigan bo'lsak, bu yoqda vaqt o'tib boraveradi, bu yoqda narx chiziladi. O'sha narxlari aslida nuqtalar bo'ladi, nuqta bo'ladi-da, uni ustiga chiziq chiziladi. Uni analiz qilish qulaylashtirish uchun keyin uni ustiga grafiklar, shamlar chiziladi. Avvalambor nima qiladi, u shamni ustiga uchburchak, to'rtburchak chizadi. Yo'q, bu shart emas. Chalg'itadi. Misol uchun YouTube'da ko'p informatsiya bor, uchburchak, to'rtburchak, turli xil modellar, finjon, kosa, mana shunaqa narsalar bor. Yo'q. Bu yerda narx bor, vaqt bor. Olish va sotish uchun qulay narx bor. O'sha narsa bu yoqda gorizontal liniya bo'lib keladi. O'shani ko'rasiz, o'shani qilsangiz bo'ldi, shart emas. Unga reaksiya bor, aytaylik, mana shu joyda to'siq daraja bo'lsa, o'shanga reaksiya bor. Yo kelib yorib o'tib ketishi bor, bitta reaksiya. Uni 6 xil modeli bor. Yorib o'ta olmasligini ham, uni ham 3 xil modeli bor. Reaksiya berishiga qarab turib yoki o'sha joyga tegib qaytib ketishi, отбой deydi. Mana shularning o'zi 15 xil usul bo'lib qoladi, hammasi. Hammasini siz bilishingiz kerak, ketma-ketlikda yozilgan. Sotib oluvchilar va sotuvchilarning bozordagi o'rni eng muhim narsa bu. Ya'ni mana shu boya aytganim, bu yoqda vaqt, bu yoqda narx dedim-ku. O'sha grafiklarda qanaqa nima qilishi, yaralishi, mazmuni, mohiyati. Mana bu bitta grafikda tushuntirilgan bu yerda. Boskorsdan. Kattaroq grafik qilib qo'yilganda. Xo'p. O'sha narsani tushunishingiz kerak, asosiy narsa. Mana bu trendlar o'sha. Qisman-qisman tushuntirib ketaveraman. Trend. Mana bu boyagi yorib o'tish bor, narx siqish bo'yicha. Mana bu ham yorib o'tish bo'yicha, yorib o'tyapti. Hammasi real bozor, real grafikdan olingan, narx siqilishi, darajalar bo'yicha. Bu yerda atab bo'yatgan narsam bor. Darajadan darajagacha bo'lgan narsani hisoblashingiz kerak. Ya'ni siz savdoga kirdingiz, qayerda chiqib ketishni bilishingiz kerak. O'sha atari bo'ladi, ya'ni energiyasi, qayergacha energiya. Siz bir kun, misol uchun, energiyangiz uxlamasdan 2 kun, 3 kun yurishingiz mumkin, to'g'rimi? Baribir uxlaysiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Yursa 1 kun yuradi, 2 kun yuradi, 3 kun yuradi, lekin tugaydi energiyasi. Xuddi shu narsani tushunishingiz kerak. Xo'p, grafiklar bo'yicha mavzulashtirib o'qib ketaverasiz. Hammasi joyiz. Oxirida qarang. Pro kompaniyalar bu yerda. Tushunasizmi, pro kompaniyalar? Eshitganmisiz? Pro kompaniya. Qanaqa ma'lumotlarga egasiz pro kompaniya bo'yicha? Pro kompaniya? Da. Aksiyalar sotadigan kompaniya, to'g'rimi? Yo'q, yana qanaqa ma'lumotlaringiz bor pro kompaniyalar bo'yicha? Qarang, pro kompaniyalar bu investitsion kompaniyalar hisoblanib, stabil daromad qila oladigan treyderlarga investitsiya ajratadi. Stabil daromad qila olishingizni nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ko'rsata olishingiz kerak bo'ladi. Stabil daromad qilishingizni qanaqa bo'ladi? 2 bosqichli imtihon bo'ladi. Aytaylik, misol uchun 5 minglik, 10 minglik, 25 minglik, 50 minglik, 100 minglik, 200 minggacha shot beradi. Pro kompaniya imtihondan o'tishingiz kerak. Imtihon qanaqa? Aytaylik, 10 ming dollarlik bo'lsa, siz 1000 dollar minus qilmasdan turib, 1000 dollar plus qilishingiz kerak bo'ladi. Imtihon uchun to'lov qilasiz, imtihonni olasiz, o'tadigan bo'lsangiz 80 ga 20 ishlanadi o'rtacha. Misol uchun 1000 dollar daromad qildingiz, 800 dollar sizniki, 20 dollar 12 bo'ladi. Pro kompaniya shunaqa tartibda bo'ladi. Bunda pro kompaniya haqida ham keltirilgan, darslari ichida ham bor ular.
Xo'p, endi sizlarning savolinglar. Qanaqa savollar bo'lsa, men tushuntirib javob berib ketaman. Ana analizlar bor-ku. Aha. Minimalni maksimalni chizuv tortib turib, Maksimum minimum. maksimum minimumdan chizuv tortib turib, o'shaning o'rtasidagi imbalansni order bloklarni topasiz. Xo'p. Shu order bloklarni topganingizda u narsa hammasi bir xil anonda ketadimi yoki 1 soatlikniki boshqacha, 3 soatlikniki boshqacha? Boshqacha. Qarang. Hammasiniki boshqacha. Xo'p, trend mavzusi bor. Qisqa tushuntiraman. Ya'ni trend bu narxi bir tarafdan bir tarafga harakat qilish. Aytaylik, narx ma'lum bir joydan bu yergacha o'sib keldi. Sizlar uchun mana bu yerdan tepagacha o'sib keldida, mana shu joyda to'xtadi. Uni minimum bor, maksimum bor. Narxni o'stirish uchun nimadir, ya'ni boyagi sotib oluvchilar va sotuvchilar dedim, bilishinglar kerak. Narxni o'stirish uchun nimadir ta'sir qildi unga. Ya'ni kimdir sotib oldi. O'sha joyda trend tepaga chiquvchi trend tushib ketish uchun kimdir sotdi. Demak, sotib olish uchun qulay tochka, sotish uchun qulay tochka. O'sha ikkita tochka daraja hosil qiladi. Oddiy o'sha SNR deydi, supply demand deydi yoki darajalar deydi. Aslida daraja, shunchaki narxga nisbatan tepa pastlariga qarab support resistance deyiladi. O'sha darajalarni chizib olasiz. Bu darajalar time frame'lar bor. Oylik, haftalik, kunlik. Mana shu 3 ta time frame tepadan pastga qarab tushamiz. Oylik, haftalik, kunlik time frame bu global darajalar. Bu muhim. Global darajalar, mana shu global darajalarga nisbatan reaksiyalar aniq bo'ladi. 95% bo'ladi. Misol uchun 100 ta holatdan 95 tasi reaksiya beradi. Ya'ni reaksiyasiz bo'lmaydi. Chunki olish va sotish uchun kuchli daraja u yerda ob'em qolishini tushunishlar kerak. O'sha SNR yoki daraja deydi-yu, o'sha darajani turi bor. Aniq daraja bor yoki noaniq daraja bor, lokal daraja bor, global daraja bor. Global time frame oylik, haftalik, kunlik time frame'dagi darajalar aniq reaksiya beradi va global darajalar hisoblanadi. Va mana shu darajalar bilan ishlash kerak. Bo'ldi. Mana shu darajalarga nisbatan 4 soatlik, kunlik yoki 1 soatlik reaksiyalar bilan ishlaysiz. Lokallari 4 soatlik, 1 soatlik, 30 minutlik yoki 15 minutlik. Bular lokal darajalar o'zini nomi bilan kuchsiz. Tushundingizmi? Bu kuchsiz. Misol uchun bu 1-2 soatga ta'sir qilishi mumkin, 1-2 kunga ta'sir qilishi mumkin. Lekin global darajalar butun oylik narxni pastga qaytarib olishi mumkin. Yoki global daraja butun oylik narxni o'stirib olishi mumkin yoki yillab o'sib ketishi mumkin. Shu narsani ajratishingiz kerak. Boya aytdim sizga misol uchun YouTube'dagi narsalar, kurslar, hamma narsa bu 50%. Qolgan 50% grafik bilan ishlash kerak. Statistika qilishingiz kerak, grafik ko'proq ko'rishingiz kerak. Ko'proq ko'rasiz, bajarasiz, tanlagan instrumentingiz aytaylik boya brend yoki funt USD tanladingiz. Funt USD Yevropaniki, misol uchun dollar ham bor bu yerda, funt ham bor. O'zbekiston vaqti bilan soat 10, 11, 12 da ob'em kirib keladi. Funt uchun, dollar uchun ob'em Amerika sessiyasi soat 5, 6, 7 da boshlanadi. Mana shu vaqt oralig'i siz savdo qiladigan jarayonimiz. Buni nima qilasiz? Eng zo'r yo'li, misol uchun qaysi instrumentda ishlagansiz shu paytgacha? Farq yo'q, demo, real. Sizda? Hop, instrument qarang. Ko'rib chiqing. Oltin, how USD, how USD, Brent, funt USD, euro USD. Eslab qola olasizmi? Oltin bilan oltin, neft, oltin, neft, funt bilan euro USD. Funt USD, euro USD ni eslab qo'ying, yo oltin bilan neft bo'ldi. Funt USD, euro USD, oltin, neft. Mana shu 4 instrument yetib ortadi. Daromad qilishingiz uchun ham, ishlashingiz uchun ham. Birinchidan, Brentda zo'r ishlab beradi, darajalar hamma narsalar zo'r ishlaydi. Oltinda siz xohlagan impuls bor, euro USDda stabillik bor, funt USDda ham stabillik bor, ham kerak vaqtda impuls ham bor. Sessiyasida ob'em kiradi. Tushundingizmi? Mana shu instrumentlar o'zining sessiyasida ob'em kirib keladigan instrumentlar. Haftada 5 kun bo'lsa, o'shaning kamida 3 kunida zo'r imkoniyat bo'ladi. O'sha instrumentlar hammasini ko'rib chiqishni boshlang. Misol uchun 1 soatlik time frame ga qo'yasiz. Oddiy statistikani eng oddiysi 1 soatlik time frame ga qo'yasiz. 1 soatlik time frame da ko'rib chiqasiz. TradingView bor, bilasizmi? TradingView onlayn platformada. Mishkani sekin yuritib tursangiz, pastda soatini ko'rsatadi. Har kuni mana shu instrument misol uchun takrorlanuvchanlik bor. Abetki soat 12, 1, 2 da o'sdi yoki tushdi. Keyingi kun ham o'sadi yoki tushadi. Xuddi mana shunaqa stabil takrorlanuvchanlik aniq bor. Bu har bir instrumentda отдельный har xil. Shu narsani ko'rib chiqishingiz kerak. O'shanda moslashasiz. Misol uchun to'g'ri siz YouTube'da ko'rasiz yoki kursda o'qiysiz, bu narsalar hammasini bilasiz nazariy jihatdan, lekin amaliy jihatdan har birini xarakteriga moslashishingiz kerak. Qaysidir strategiya zo'rroq ishlaydi, qaysidir boshqa strategiya yaxshi ishlaydi. Chunki oddiy misol uchun Yevropani o'zini siyosiy iqtisodiy qarashlari bor, taktikasi bor, Osiyoni o'ziniki bor, Amerikani o'ziniki bor. Ya'ni har bir valyutaning o'zini iqtisodiy statistikasi bor, iqtisodiy taktikasi bor. Mana shunga qarab turib, ularning grafiki chiziladi. Ya'ni boyagi sotib oluvchilar va sotuvchilar bozordagi o'rni dedim-ku. Avval
grafikda misol uchun YouTube'da ko'rsatadi, har xil to'rtburchak, uchburchak shakllar. Bu просто nima deydi? O'xshaydigan joyi bor, o'xshamaydigan joyi bor. O'xshaydigan instrumenti bor, o'xshamaydigan instrumenti bor. Aytaylik, Euro USD da har safar iqtisodiyot bo'yicha yoki banklar bitta taktikani qo'llaydi, o'shanda uchburchak model hosil bo'lib tushib ketadi. Lekin u taktikani hamma bilgani uchun ob'yom teskari kirishi mumkin, o'sha model o'sha joyda ishlamasligi mumkin. Shuning uchun grafikga orqasida nima bo'lyapti tushunishinglar kerak. Bu kitobda hammasi yozilgan, plus jonli darslar albatta statistika. Hammasi statistika mavzusi jonli darsda ham bor. Plus Gmail'dagi darsliklarda ham bor. Statistika. O'shani bir marta ko'rib chiqing, tushunasiz nima deyotganim. Bu bo'yicha ham misol uchun telefon yoki kompyuterda bo'ladimi? Kitob o'zini agar sizda umumiy xulosa hosil qilmoqchi bo'lsangiz, boshidan kitobni bir sidrab, prosta hech narsa qilmasdan bir sidrab o'qib chiqing bir marta. Misol uchun 2-3 kun, 4 kunda bir marta o'qib chiqingda, ana undan keyin o'tirib sekin boshlang. Chunki bir marta o'qib chiqasiz-ku, o'zi trading nimadan iborat degan tushuncha keladi. To'liq bitta tushuncha umumiy pointlar deydi, misol inglizchasiga rejalari bor. Rejalari qator-qator keladi, keyin uni sekin to'ldirib borasiz. Bu narsalar hammasini o'qib tushunib zo'r bo'lgandan keyin yana bog'lanadigan bo'lsangiz, men keyingi o'rinda nima o'rganish kerakligini tushuntiraman. Bu ketaveradi. Bozor chunki o'zgaradi, bozor bitta joyda qotib qolmagan, bozorga moslashishingiz kerak. Bu kitobdagi ma'lumotlar xohlasangiz kriptoda ishlang, xohlasangiz oltinda ishlang, xohlasangiz xomashyolar, neft yoki har qanaqa rangli, rangsiz metallarda ishlashingiz mumkin, xohlasangiz valyutalarda ishlashingiz mumkin. Bu hammasiga tushadi. Hammasi boya aytganimdek grafiklarning orqasidagi iqtisodiy holatni tushuntiradi. O'shanga moslashib ketaverasiz instrument. Faqat o'sha instrumentni отдельный statistika qilasiz, boyagi 1 soatlik time frame dedimmi? O'shanda aynan O'zbekiston vaqti bo'yicha anonga qo'yasiz, tradingga kirib, o'ng taraf pastida vaqti bor. +5 ga qo'yasiz. Karachi yoki Toshkent yoki Ashxobod bo'ladi. +5 bo'ladi. O'sha +5 ga qo'yasiz, yonida o'ng taraf pastda turadi. +5 ga qo'yganingizdan keyin O'zbekiston vaqti bilan to'g'ri tushadi. Surib 1 soatlik time frame da ko'rib ketaverasiz hammasini. Daftarga yozing, misol uchun 12 dami, 1 dami, 2 dami. O'sha zo'r bo'layotgan moment bor, kuni bilan o'tirish shart emas. Funt USD tanladingiz. Funt USD da har kuni misol uchun 12.1.2 da ob'yom kiradi. 12.1.2 da o'tirasiz, ob'yom bo'lsa ishlaysiz, bo'ldi. Yetadi. Misol uchun kuni bilan o'tirib, grafikka qarab o'tirish shart emas. Investing.com bor-ku? Da, investing.com O'shanda ko'rsatadi. MyFixBook. O'sha bozor qachon kuchsiz o'ynashini ko'rsatadi, shu to'g'ri ko'rsatadi? Da, mana qarang, misol uchun Xo'p, tushuntiraman. MyFixBook mana bu. Bu MyFixBook. Internet yaxshi emasmi deyman. App Store'da ham bor, Anonda ham bor, Play Marketda ham bor. Qarang, yangiliklar bo'yicha kechagi, bugungi va ertangi deydi. Bugungi yangiliklar bo'yicha aytaylik, biz Amerika bozorida ishlaymiz, Amerika sessiyasida ishlaymiz. Mana bayroqlar bilan ko'rsatib qo'yadi hammasini. Ketdi. Mana Amerika bayrog'ida yashil, qizil, sariq bor. Yashil eng kuchsiz qarashi shart emas, sariqqa ham qarashi shart emas, qizillar. Eng muhimi qizillar. Ketdi. Qizil yangilik bormi Amerika sessiyasida? Qizil yangiliklar ko'ramiz, sariq mana Amerikada qizil yangiliklar. Xo'p, bu yerda Yevropaniki turibdi bugun uchun. Xo'p, tugatamiz. Bugungi kun uchun faqat shular ekan. Demak, qizil yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Bu joyda ko'rsatyapti. Initial jobless claims, ya'ni ishsizlik darajasi. Agar ishsizlik darajasi yuqori bo'lsa, odamlarda nima bo'ladi? Albatta pul kam bo'ladi, oylik kam bo'ladi, oziq-ovqat kam bo'ladi yoki o'qishiga, o'g'lini yoki qizini o'qishiga to'la olmaydi. Umuman olganda odamlarning tovarga bo'lgan ehtiyoji bor, sotib olishga puli yo'q. Ya'ni dollar aylanmasi kam bo'ladi. Shuni hisobiga dollar tushadi. Aynan shu narsani tahlil qilishingiz kerak. Mana bu joyda ko'rsatib qo'yadi. Xo'p, previous bor, consensus actual borda. Avvalgi chiqqan yangilik, kutilayotgan yangilik 242 chiqibdi, avval 235 chiqishi, ya'ni ishsizlik kamroq chiqishi kutilyapti. Ishsizlik kamroq chiqsa, bu dollarga nisbatan pozitiv. Dollarga nisbatan pozitiv degani dollar ko'tarilishi mumkin deyapti. Bular ko'tarilishi mumkin yoki dollar barqaror qoladi yoki ozgina ko'tariladi deyapti. Bo'ldi. Endi bizda HOW va USD parasi bor-ku. Oldida HOW turibdi, oltin o'sha hisobga grafik oltinniki. Agar dollar ko'tarilsa, oltin tushadi. Tushundingizmi? Agar oltinga ishlamoqchi bo'lsangiz, dollar ko'tarilsa oltinga shortga ishlaysiz. Agar dollar tushadigan bo'lsa, oltinga longga ishlaysiz. Bu narsani grafikda ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Grafiklarda hammasini ko'rasiz, chizasiz. Internet. Xo'p, mana oltinda qarang. Natijalar kanalda bormi deylar? Xo'p, mana oltinda
Qarang. Bu joyda yakshanba kuni qilib bergandim, darajalarni chizib, hammasini darajalarni chizdim, ko'rsatdim. И bitta strategiya bor. Mana birinchi kun, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kun ham shu narsaga urilyapti. Ko'rdingizmi? To'rtinchi kun ham shu narsaga urilyapti. Endi hop. Mana to'rtinchi kun ham nima bo'lyapti? Aynan shu narsaga urilyapti. И mana oddiy narsa. Ko'rdingizmi? Plus darajalar. Trading View'ga kirasiz, zo'r qilib chizib olasiz. Kompyuterda chizib, akkauntni bitta qilsangiz, kompyuterda chizsangiz, telefonda ham chiqadi. Tushundingizmi? Mana hammasi birga bir to'g'ri keladi Trading View bilan. Anaqaniki, MetaTrader'niki. Nimaga bu yerda kirilgan? Bu ertalab tongda kirilgan, saharlikda. Bu joyda уже mana qarang. Bu yerda darajani yorib, bu joyda yorib o'tolmadi, tepaga qarab urdi. Mana bu joyda reaksiya berdi, mana shu yerda impuls tushirdi. Kechagi kunlar ham yorib o'tolmadi. Tushundingizmi? Lekin bitta ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joyi nima bor? NFP bor. Ertaga juma kuni. NFP non-farm payables. U aniq ta'sir qiladi. Ya'ni yangiliklar bor. Initial jobless claim bor, misol uchun ishsizlik bor, ishlilik darajasi bor, NFP bor, FOMS bor, CPI bor, ular bor. Ya'ni siz kursdan tashqari o'rganishingiz qilishingiz kerak bo'lgan narsalar siz o'sha kurs ichida misol uchun yangilikni ham ko'rasiz, fundamentalni ham, texnikini ham ko'rasiz, hammasini statistika kerak. Shunda hamma ma'lumot, hamma informatsiyalarni nima qilasiz? Statistika qilasiz. Hozir natijasini ko'rsatdim. Faqatgina mana shu qoida, faqat daraja bor. Darajani ustiga chiziq, agar tushunmaydigan bo'lsangiz, mana bunaqa tartibda nima chizasiz? Mana bunaqa tartibda aniq qo'yasiz. Zonalar qo'yasiz. Bo'ldi, zona qo'yasiz, ishlaysiz, tepaga pastga bo'ldi. Faqat o'sha zonaga qanaqa borishiga, energiya yetish yetmasligiga qarab ishlaysiz. Shuni tushunsangiz bo'ldi. Boshqa bir qandaydir 3 burchak, 4 burchak shart emas. Mana men o'zim grafikni kompyuterda chizganman, ikkita akkaunt bir bo'lgani uchun bu yoqda chiqib beradi. Bo'ldi, siz mana shu narsalarni bitta chizib tayyor qilib olasiz bir marta. Shu narsa bo'yicha reaksiyasiga ishlaysiz. Yo yorib o'tadi, yo yorib o'tolmaydi. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q bozorda. Asosan shu narsani tushunsangiz bo'ldi. Xo'p, qanaqa savollar yoki fikrlar bor? Xo'p, shu paytgacha nima o'rgandingiz, nima tushundingiz? Hayajon emas, u oddiy kamera, oddiy bu ham sizlarning ichida. Gapiravering, bemalol. Bo'lsa sizda. Trading o'zi nimaligini, tradingda nima qilish kerakligini, psixologiyasini, o'shani emotsiyaga berilmasdan o'zingiz nafsingizni jilovlab, o'sha o'zingiz qo'ygan mo'ljalga borib turib to'xtatib, yopib, ochish, shularni o'rganib, keyin bir ikkita strategiya, o'sha imbalans order bloklarini qanaqa ishlanishi, qayerdan ochilishi, shularni o'rgandim. Misol uchun order blok imbalanslar 3 ta shamcha anunda bo'ladi, 3 ta shamcha bilan bo'ladi. Soyalarda ketadi. ikkita, короче, o'rtadagi shamcha qoladi. Ikkita shamcha o'zidan oldingisini bittasini yorib, yopgan bo'lish kerak-da. Bizgan bo'lish kerak. O'shanda shunaqa chizib tortib, shu urilgandan keyin bay bo'ladi. Qarang, misol uchun order block imbalans deysiz-ku, uni mohiyatini tushunishingiz kerak. Tushundingizmi? Misol uchun o'sha order block imbalans hamma narsa bari darajaga borib keladi. Hammasi daraja объемni tushunishingiz kerak. Yana aytaman, o'sha bozorda sotib oluvchi va sotuvchilar bor. O'sha joyda orderlar bo'ladi. Misol uchun buy orderlar, sell orderlar, stop loss, take profit, ular hammasi buy va sell. Stop loss ham take profitdan buy va sell talab. O'sha talabni qondirish kerak. O'sha talabga yetib boradi narx. O'sha talabni qayerdaligini tushunishingiz kerak. U grafiklarda ko'rinadi. Sizga aynan mana bu joyda talab demaydi. Grafiklarda soya tashab ketganmi, yorib o'tolmayaptimi, o'shanga qarab keladi, shakllanadi. O'shandan shakllanadi. O'sha narsani nima qilishingiz kerak, bilishingiz kerak. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa. Talab qanday shakllanganligini biling bo'ldi. O'sha grafik hamma istalgan instrument grafikini tushunasiz. Bitcoin bo'ladi, mana Bitcoinniki. Oddiy anaqasi grafikida ko'rgan bo'lsangiz, hozir ko'rsataman. Xo'p, mana Bitcoin yana qaytaryapti. Nariginda yakshanba kunini agar ko'rgan bo'lsangiz, tashlaganlarim mana bu joyda daraja bor edi, darajaga yorib o'tyapti-da, mana bu yerga reaksiya berib qaytyapti. Endi yana ko'tarishga harakat qilyapti, lekin baribir mana bu darajaga reaksiya beryapti. Ko'rdingizmi? Xuddi shu narsalar faqatgina menda o'zim realniy analizlarim hammasida faqat daraja. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Pastda vaqt, mana vaqt ketyapti, bu yoqda narx. Time frame bo'yicha D1 kunlik global bo'ldi, boshqa narsa shart emas. Shunchaki o'sha global D1 ga yoki haftalik yoki kunlik yoki 4 soatlik qo'ya olasiz.
Qachon yetib borsa o'shanda ishlaysiz. Sessiya bo'yicha, vaqt bo'yicha qachon yetib boradi, qanaqa reaksiya bo'ladi, qachon ob'yom kirishini bilasiz. Bo'ldi shu. Boshqa bir qandaydir chuqur narsalar qidirib yurish yoki ko'p informatsiya qidirish shart emas. Asosiy grafik orqasidagi mohiyat. Grafik qanaqa shakllanadi? Qayerda ob'yom qolib ketdi, yechilmagan. Qayerda ob'yom tiqildi. Shuni tushunsangiz bo'ldi. Mana shuni o'zi yetib ortadi sizga. Shunaqa. Xo'p, yana fikrlar bormi? Fikrlar yoki savollar? Bemalol bo'lsa berishinglar mumkin. Yo'q, ana moment turibdi-da, so'rab oladigan. Ya'ni baza turibdi, moment turibdi hozir. Aynan zo'r. Foydalanish kerak. Hamma grafiklar boshqa tekda, men boshqa kitob olganman-da. 2-3 kitob olganman boshqa joydan. Hali olib keldim. Mana shunday qarang. Grafiklarda oddiy harflar. Harflarmi? Bu yerda grafik kitobda tushuntirilgan. Shu grafiklar kitobda ham bor, mana aynan mana shu grafik kitobda turibdi. Qarang, hammasi tushuntirilgan, qayerdan boshlanishi, global o'suvchi trendni boshlangan nuqtasi, A nuqta deb berilgan. Bu yoqda polniy bir 2 betlar shu haqida, mana shu grafik haqida 2 bet yozilgan kitobda. A nuqtadan boshlangan mana lokal short trend, mana bu o'zi global uptrend, ya'ni chiquvchi trend, mana bu ichidagi shuvchi ozgina qisqa short trend. Bo'ldi, undan keyin yana chiquvchi trend, mana buni buzilishi, bu yoqda proboy, mana qanday qilib buzib o'tib ketilishi yozilgan. Bu joyda mana grafiklari, shakllanishi hammasi real bozorda olingan, mana nuqtalar hammasi ketganda, buni kamida 2 betli har bir mana bu. Nimaga A, B deb ketganimiz sababi, ana shu A nuqtadan B nuqtagacha nima bo'lgan, A dan B gacha mana shular tushuntirilgan. Shunda global, umumiy, bu yerda lokal. O'sha narsani ko'rishingiz kerak. Boya aytgandek, grafik mohiyat. Asosiy narsa shu. Strategiya ko'p, misol uchun SNR bor, SMC bor, Wall Street, hammasi Wall Street deb yozilgan. Wall Street bu Amerikada joylashgan joy, Amerikada eng katta ob'yom aylanadi. Nimaga? Aynan Wall Streetda. Chunki birinchidan bu bozorlarda dollar zaxira, ya'ni dollar asosiy bazaviy qilib olingan. Oltin ham eng katta zaxirasi Amerikada. Amerikadagi mana shu instrumentlar, oltin va dollarni boshqaruvi Wall Streetda. Ya'ni Wall Street degan o'sha ko'cha, devor ko'cha deydi o'zbekchasiga. O'sha Wall Streetda o'zida eng katta ob'yom aylanadi. O'sha ob'yomlar, o'sha mohiyat, boya aytgan mohiyati, bozor mohiyati o'sha joyda yaraladi. Shuning uchun ham o'sha narsani tushunish kerak. Shuning uchun ham bu joyda Wall Street deyilgan, bozorni ichidagi mexanizmni tushunish. Shunchaki grafikka qarab, shunchaki 3 burchak, 4 burchak yoki shunchaki trend liniya yo'q, bu narsa foyda bermaydi. Qachon mohiyatini, mazini tushunib yetasiz Wall Streetda, o'shanda ishlash boshlaydi. Hamma narsa misol uchun SNR ham daraja, uning ichida bor. Supply demand ham u ham daraja, reaksiyalar buning ichida bor. Hammasi bari Wall Streetdan chiqib kelgan. Shunchaki hamma bitta strategiyani bo'laklab olgan. Boya aytganim misol uchun yorib o'tadigan har bir alohida отдельный strategiya. Xuddi shunaqa bo'ladi. O'qisanglar hammasini birma-bir tushuna olasizlar. Birsidirab o'qib chiqing to'liq. Undan keyin mohiyatini anglagandan keyin sekin o'qib chiqasiz. Hozir iloji boricha mana shu 1-2 kun ichida to'liq o'qib chiqing. Chunki hozir aytgan narsalar ham kallangizda bor. O'sha narsani zo'rroq tushunasiz, yaxshiroq tushunasiz. Keyin boyaga aytilgan qoida bo'yicha o'qishni boshlaysiz yana qaytadan. Xo'p, agar sizlarda yana fikr yoki nimadir bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Bo'ldi. Xo'p. Demak, hammasini tushuntirdim. Qanaqa bo'ladi, qanday tartibda bo'ladi. Bitta narsani bayonlab aytaman. Qaranglar, boshida tradingda ko'pchilik birdaniga katta pul bo'lsa, katta topaman deb o'yladi. Yo'q, boshida yo'qotmaslik. Misol uchun $100, $200 ham baribir u ham pul. Kim uchundir kichikroq, kim uchundir kattaroq, kim uchundir misol uchun $400-500 bu oylik. Shuning uchun prosta kiritib ishlab yo'q bo'lishmasda, bu narsani tushuningda, yo'qotmaslikni o'rganing, nima shotlarda ishlab. Keyin kichkina shot $50, $100 kiritib, o'sha narsani yo'qotmasdan ishlangda, undan keyin ko'tarib olib chiqing. Shunaqa o'quvchilar bor, mana Shahnoz opay bor yoki boshqa shogirdlar bor. Har xil. Misol uchun $500, $1000 yoki oddiy $500 kiritib, bir yildan beri o'sha 5000, 6000, 10000 qilib ishlatadi. Stabilniy ishlaydi. Stabilniy trend bo'yicha ishlaydi bo'ldi. O'sha shotini 10 barobar, 15 barobar ko'taradi. Lekin stabilniy ishlaydi. Yechib ehtiyojini yechib ketaveradi, qolgani depozitda turaveradi, ishlayveradi. $500 dan boshlangan, katta summa emas. Hozirgi kunda, hozir o'zida $5000 balansda turibdi. Undan tashqari yana yechib olgan. Xuddi shunaqa shart emas, misol uchun katta yoki nimadir sotib kiritish. Prosta kiritasiz, o'shani stabilniy ishlashga ko'tarib, ehtiyojingizni ishlatib ketasiz. Bo'ldi. Agar yo'q, menga kattaroq investitsiya kerak desangiz, boyagidaqa prop kompaniyalar bor. MyFundFX bor, ForTraders bor, har xil. Shunaqa. Xo'p, agar
Savollar bor? Trading View'da analiz qiladi. Hozirgi kunda qaysi broker xavfsiz va pul yechishda qiynaladi? XM Exness. XMXS. Da, XM Exness. Agar ko'rgan bo'lsangiz, hozir bizda robotlar ishlayapti. XM da ishlayapti. Pul kiritish, yechish hali hech qanaqa muammo bo'lmagan. O'zimizda ham hozir XM da. Men o'zim shotim ham XM dagi ham, men bu prop shot ham bor. Hozirgi prop shot, undan tashqari XM da ham Exness da ham shotlar bor. Ishlayveramiz. Yechib berishda mana shu muammo qilmagan, stabilnimiz ancha yillardan beri ishlab kelayotgan mana shu ikkitasi. O'shalar qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qanday bo'ladi. O'sha narsa bir qanday sirli narsa qidiradi, ortcha vaqt sarflash kerak emas. Aniq shu narsani qilinglar bo'ldi. Shart emas misol uchun 1 yil, 2 yildan nimalarni qidirish. Esimga tushdi. Har xil joyda har xil narsa ko'rsatadi. Endi men ko'rganlarim aytaman, misol uchun bir haftalikda analiz qilishadi, bir kunlikda ishlashadi. U narsa nima? Qarang, katta time frame bor, oylik bor, haftalik bor va kunlik bor. Hammada har xil, kimdir kunlik ishlaydi. Siz professional bo'lgansiz, mana Jamol aka agar ishlashni ko'rsanglar, Jamol akada ham bor, misol uchun haftalik analiz qiladi yoki kunlik analiz qiladi. Kun bo'yicha o'sha joyga yetadi yoki hafta bo'yicha o'sha joyga yetib turib, yorib o'tmasdan teskari qaytadi-yu, butun bir necha hafta yoki bir necha oy ushlaydi. Shunaqa qilish mumkin yoki bir kunning ichida bitta impuls olib chiqib ketishingiz mumkin. Siz agar daily time frame analiz qilsangiz, daily time frame ishlashingiz kerak. Chunki kichkina time frame'dagi tepaga pastga borib kelaveradi-yu, sizni charchatib qo'yadi buni qilsangiz. Shart emas uni misol uchun dailyda qildingizmi? Daily mana shu joygacha tushadi yoki mana shu joygacha tushadi dedimi? U kichkina time frame'da o'ynaveradi, tepaga pastga borib. Stopingizni qo'ying kattaroq, kiring, и pastgacha dedingizmi, 2 kun, 3 kun bo'lsa ham ushlaysiz. Unga o'sha bo'layotgan emotsiyasi chidashi kerak. Ya'ni psixologiyasi chidasa bo'ladi. Hasan aka, mayli tanishganman. Savollar bo'lsa yozib qo'yasiz. Tanishganman. Support yozaverasizlar, keyinchalik men hammasini tugatasiz. Onlayn kurslar bo'yicha natijasiga qarab, agar realniy tortib, realniy harakat qiladigan bo'lsa, berib bo'ladi. Informatsiya aytganim bosqichlari bor. Keyingi bosqichgacha o'zi yetib borib, bo'ldi, yetib keldim desangiz, dollar berishadi.